Salom hammaga. Sizlar bilan men Bahriddin. Bugun men o'z IP serverimga kiryapman. Mana kirib oldim bolalar. IP server. Mana ajoyib qurilgan. Hozir chiqamiz. Men bugun Minecraftda challenge qilmoqchiman. Ya'niki o'zim mana serverimni survivalga o'tib boshlaman. Jonim ketib qoldi. Birinchi mana qasrdan boshlaymiz. Ichkarida kuchukchalar kerakni yaxshi ko'raman. Hosil kerkamni olamiz. Ketib bola. Shaxtaga kelib oldik. Mana qurilgan, o'z qo'limda qurganman. 9 ga 9 qurilgan. Quramiz yana. Вот temir chiqdi. Uchta temir. Yo'q, o'zingiz bolalar shu yerda ekan-ku. Voy bolalar, obuna bo'linglar. Axir bizga obuna kerak. Obuna. Biz agar shu o'yin oxirida 1 million bo'lsa, bizga YouTube knopka berishadi. Obuna bo'ling. Obuna. Mana shu knopkachani ham bosib qo'ying. Albatta, bolalar va temirlarni olamiz to'xtamamizga. Kerkam juda tez qovulaydi-da. Elbette kreativlik bizimizda shunday. Lekin men gaplasam olmayman. Bu ko'p mashaqqat. Mana tanishman. Taxir ko'rishim kerak. Bu to'g'ri. Sozlamalar to'g'ri. Bolalar, menga obuna bo'ling. Obuna bo'lsangiz biz juda ko'p mashhur bo'lardik. Shuning uchun like va obunani bosib. Bolalar endi kovlashda davom etadi. Bolalar, aytganimda like bosinglar. Juda ko'p kishi bizga like bosmasdan ko'radi. Ketdik endi. Temirlarni pishirib beraman. Pechkalarga so'qlar. Bunday. Soat o'z vaqtida. Bo'pti bolalar, charchamanglar. Ko'rishguncha shu joyda biz tugatamiz. Keyingi qismdan ko'rishni xohlasangiz obuna va like tugmachasini bosinglar. Xayr, ko'rishguncha, chao. Yaxshi qoling.